Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida 8 qavatli domimizning 2-qavatida 61 kvadratli Euro remontdan chiqqan 2 xona barcha jihozlar bilan sotib olib qo'yildi. Kamush Gamburgning usti mal servis, yan tarafimiz Shoshilinch shifoxonasi. Saychan qismi bilan tanishamiz. Yurtdoshlar, 2-qavatına geldik. Aytib o'tganim liftimiz ishlab turibdi. 61 kvadrat. Her etajımıza 3 xonadan tushgan ekan. Bismillahirrahmanirrahim. Giraver. Prixожий zonamiz bo'ladi. Bu yerda yana kichkina dolani yetib qo'yibdilar. O'tiradigan etib, miyaklarni qo'yib, televizor zona qilingan ila, muallikimiz qo'yilgan. Shundan high-tech illyustratorlarimiz qistirilgan yurtdoshlar. Euro remontda. Tak, bu yon tarafimizda spalni bo'ladi. Bu yonimiz zal, oshxonamiz bo'ladi. Bu yon tarafda sanuzel. Suv, gaz, svetlardan muammo yo'q yurtdoshlar. Ajoyib etib yana kafeldan chiqib turibdi. Bunda unitaz, aristonlar, sensorli zerkalo, ummanlik, hamma qulayliklari ega yurtdoshlar. Bu yonimiz zal. Zalimizdan gördüsüzler. Şimdi chiroyli remontdan chiqqan. Ramkalar tashlangan, oltin lentalar urilgan, ichine perdelerimiz qistirilgan yine. 2-qavatda 61 kvadrat. Освещениyalar berilgan, lyustramız qistirilgan yine. Oyoq temiz, laminat. Qummat xilisinden urib qo'yibdilar. Так, berimiz sanuzelimiz, prixожий zonamiz, kuxnyamiz, теплый pol. Berimiz spalni. Mebellerimiz bayna spalni qo'yilgan, registrimiz qo'yilgan. Eshiklarimiz qummat, sifatli, под заказ окрашенный eshiklar ekan. Bu yon tarafimiz kuxnya bo'ladi. Choy ichadigan mesta qilib qo'yibdilar bu yerdan. Kuxnya mebellerimiz qo'yilgan, kir mashin. Kotelimiz shera o'rnatilgan ekan. Yurtdoshlar bahosini keladigan bo'lsak, 54 ming dollar ekan, kelishib beriladi. Ekranda ko'rsatilgan nomerlarga chiqaverasizlar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringiz omadli.